quvvatning ikkinchi manbai bor. Bu g'oya quvvati. Bu qanaqadir fanga qarshi gapni eshitilishi mumkin. Lekin men sizlarga hozir bitta misol keltiraman. Tasavvur qiling. Og'ir ishni tasavvur qiling. Kun bo'yi qorningiz och bo'lib, g'isht tashladingiz. Sahar chiqib ketib, uyga qaytib keldingiz. Uyda ovqat yo'q. Bir burda non yedingizda uxlagani yotdingiz. Telefon bo'lyapti va xudo saqlasin, yaqiningiz uy yonyapti va uni faqatgina siz qutqara olasiz. Boringiz o'tirib qoladi. Sizlarga savol. Charchoq qayerga ketdi? Energiya qayerdan keldi? Qarabsizki, o'rningizdan shunaqangi tez turasizki, odatda kiyinishingiz uchun 10 minut vaqt kerak bo'ladigan bo'lsa, siz 2 minutda tayyor bo'lasiz. Adrenalinni his qilasiz, stress his qilasiz. Reaksiya tezlashadi. Lekin o'ylab qarasangiz, sizni yotgan xonangizda sizdan boshqa hech kim yo'q. Siz shunchaki kimnidir so'zlaridan ilhomlandingiz. Uni ovozini eshitdingiz va o'rningizdan turib ketdingiz. Nimaga energiya keldi? Chunki sizga bu muhim. Siz yashayotgan g'oyada siz u odamni qutqarishingiz kerak. Endi bu ishda ham xuddi shunaqa. Masalan, majburan ishga boradiganlar bor-ku, non topish uchun ishga chiqishga majbur. Bunaqa odamlarni har birimiz uchratganmiz. Ko'z yonmaydi, muomala yo'q, sekin gapiradigan. Shu ishim bitib olsa bo'ldi deydigan. Unga mijoz ham, ishxonasi ham, rahbari ham qiziqamiz. Energiyasi yo'q. Nimaga? Chunki qilib turgan ishini tushunmaydi, ishini g'oyasiga ishonmaydi. Va teskarisi, meni qilib turgan ishimda ma'no bor deydiganlar bor. Xodim bo'lsa, ishlab turgan jamoasini g'oyasiga ishonadi. Bu kompaniya rivojlanishiga ishonadi. Yoki rahbarni ko'rsangiz bo'ladi. Ayniqsa kompaniyasi yangi bo'lsa, ertalabdan turib bizning kompaniyamiz bozorni butunlay o'zgartirib yuboradi deb uyg'onadi. Hozir o'zgartirmaslik haqida gapirmayapmiz. Bu yerdagi asosiy mavzu bu g'oyaga ishonish. Yashab turgan g'oyangizga, ishlab turgan g'oyangizga ishonish. Shuni o'zi ba'zida jismoniy quvvatdan ko'ra ko'proq quvvat beradi. Quvvat bermayapti desangiz, demak g'oyani o'zgartirish kerak. Chunki hamma g'oya ham uning ustida ishlashga arziydi degani emas. Bu videoni homiysi Maqsad klub a'zolari va agar siz ham loyihamizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, sizni ham yopiq hamjamiyatimizga taklif qilamiz. U yerda biz ko'plab qiziq mavzularni muhokama qilamiz. Har oy kitob tahlil qilamiz. Birgalikda har xil challenge'lar o'tkazamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm va siz shuni tushunishingizni xohlardimki, bu kurs emas, trening ham emas. U yerga obuna bo'lsangiz, boy, baxtli, aqlli bo'lib ketasiz demayman. Bu bizga loyihamizni moliyalashtirishimiz uchun yordam beradigan bir vosita. Sizlarga asli kerak bo'lmagan mahsulotlarni reklama qilib, loyihani moliyalashtirgandan ko'ra, loyihani qadriga yetadiganlar uchun qo'shimcha qiymat yaratib moliyalashtirganimiz afzalroq. Va bu loyihani davom ettirishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsa. Klubimizga qo'shilishingiz uchun barcha ma'lumotni shaxsiy Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Har doimgidek bir maqsad atrofida yig'ilganlar aql bovar qilmas kuchga ega.